Ultimate Real'da legenda olgan o'yinchi sifatida beradigan maslahatlarim. O'zi aslida Ultimate'da legenda olish unaqa qiyin narsa emas, lekin shunaqa tuyuladi. Sizlardan like va podpiska, mendan esa sifatli kontent. Videoni boshladik. Ultimate qo'shilganda sizning ochkongiz 1000 ta bo'ladi. Legendaga chiqish uchun 3000, ya'ni 2000 ta ochko ishlash kerak. 2000 ta ochko quloqingizga katta son bo'lib eshitilishi mumkin, lekin unaqa emas. Misol kuniga 60 ta 70 ta plusdan olsanglar ham 22-26 kun ichida legendani bemalol olasizlar. Legenda real namoqchi bo'lsanglar, maslahatim full komanda bilan kiringlar. Avtopodbor bilan o'ynamanglar. Ultimate Real'da umuman shoshilmanglar. Shoshilsalaring komandalar minus bo'lib ketadi. Undan ko'ra zona olib sekin-sekin o'ynash kerak. Shunaqa gaplar. Agar videom yoqqan bo'lsa bitta like, bitta podpiska tashlash esdan chiqmasin.